ruxsor hamdasi, kulgu pazandasi. Namoyish etadi. Bugun Dilmurodjonning ijodiy kechasi bo'lyapti. Shuning uchun mana shu to'planib, bu yoqda qanaqa qilib, chiroyli qilib yasatib olib chiqmoqchiman. Gap yasatishdanmi yo yana boshqa gaplar ham bormi? Yo, endi yonlarda doiralar bilan bezab olib chiqamiz-da. Demak, kuyov jo'ra bo'lib, kelin mana xatam bo'lib turaveradi. Sizlar akamdan keyin men tegdim. Dilmurod akamni ashulasini emas, doirasini eshitsam maza qilaman. Jonimga hech qachon tegmaydi. Bu kishining doirasidan ham biz gapini eshitsak maza qilamiz. Shunday gaplar gapiradiki, doirada yo'q usullar bilan. Bir narsa dedingizmi Marat aka? Dedim. Necha yil namozga eshitaman, hech meni jonimga tegmaydi dedingizmi? Ammo bundan keyin ukasi sira tegizadi. U shunday choladiki, u cholganda u Elmurod hech gapmi. Agar uchovi bitta bo'lib qolsa bormi? Cholganda sen qochaverasan. Nimaga? Bularni cholishini ko'ribdi. Yo, Subhan aka. Dilmurod degan zo'r doirachi-da. Mana qo'yib bersangiz, askarchilarga ham choldiryapti-yu. Aka. Men yoshligimdan doirani ishlamayapsiz mana. Agar uchala aka-uka rosa qarilatib cho'sa, men maza qilib yozilaman-da. Sidiq aka to'g'ri gapirdi. Yoshligidan ish qilyapti. Ammo yoshligida ham o'larcha yig'lab olgan. Rosa yuragidan yig'laganda Dilmurod akam shildirog'i bilan yupatardi. Va bilasizmi? Xatam ham doirachi bo'laman. Lekin 20 yildan beri choladi bo'lmaydi. Nimaga? Doira yo'q-da. O'zi cholaveradi. Nimani choladi? Bilasizmi? Nimani? 20 yildan beri qonuni cholib yuribdi. Aytimki, qonunni cholganing bilan ovoz chiqarmagi. Mana doirada endi mana bunaqangi anaqalari bormi, shildiroqlari. Buni halqa deydi. O'shaning uchun mana shunaqa qilsa, cholganda ovozi chiqadi. Men aytdim, bu qonunni cholaverganing bilan ovoz chiqmaydi. Sen halqa qildirib olgin dedim. Barab. To'g'ri gapirdilar. Siz akamdan o'zini kichkinagina doirachi bor. Doirasi bor, ko'tarib kelaveradi. Meniki ham qizi dedim. Lekin haqiqatda to'g'ri gapirdingiz. U doirani men ham ko'rdim. Nimagadir Toshkentga kelganda tashab keladilar. Biz ataylar Toshkentga kelganda tashab kelamizki, doiramizni mana o kishimga o'xshagan aka-ukalar yorib qo'ymasin deb. Dilmurod aka, nechta doira chalasiz? 5 ta. Shuni to'xtadi. Agar iltimos, bash doirani olsa qilib chalmaysan. Ya bu nora. Bilganlar Dilmurod qo'lida doira bilan yonida Marat akam turibdi deydi. Bilganlar Dilmurod qo'lida doira yonida tablasi bilan. Endi yaxshi doirachi ham, yaxshi nog'orachi ham qo'liga tushgan asbobni yaxshi chalaveradi. Albatta. Lekin bugungi sababchimiz mana Dilmurod akam bo'ladi. Shu doirani boshlashdan, shuni chalishdan boshlagan kunlaringizni eslasak, birinchi qo'lingizga qanday kunlarda, nima sababdan qo'lingizga shu doirani olgansiz? Endi doirani shu to'y hashamlarda ko'rib, bayramlarda ko'rib qiziqib olganman doirani shu. Shu qiziqish qo'ymaydi sizga? Qo'ymaydi shu. Atrofingizga qayerga borsa 3 ta qiziqchi yig'ilib oladi. O'zingiz eplolmaysizmi? O'zim eplolmay, shuning uchun 3 tasini olib beraman. Mana qarang aka. Dilmurodjon Zapasida 2 tasi bor yo'da. Yo'da. Dilmurodjon shu Elmurod, Xolmurod. Men tushyapman. Yo, men bu doirachilarni ko'pini ko'rganman, lekin zapasini olib yurganni endi ko'rishim. 12 yo 11 yashar edi. Biz ham bir paytda doira cho'ganmiz. Shu yoshligida shu bizni sozlarimizni, doiralarimiz o'sha mana shunaqa doira cho'p ketganini bilmas ekanmiz. O'sha yoshlarda bular biz yonimizda tirillatib yurardi. Haqiqatda panagirama chalaverib
soqov bo'lib ketdim deyapti. Nimaga panagirama deganda siz mendan yaxshi tushunasiz aka. Endi xalqimiz shuni o'rgangandan keyin bir chiqarish kerak. Ularda zavq bo'lish kerak. U tormi, u dutormi, u doirami? Ha bular 10 yildan beri chiqmasdan ushab turishibdi. Dilmurod Islomov. Dilmurod aka mana san'atda biza ko'p kuzatganmiz-da. Birinchi navbatda doira chalgandan keyin bu yoqda ansambl jamoa qo'shiladi. Buning sababi nimada? Sababi endi doira endi mana bu orkestrlarda masalan dirijor bo'ladi, ko'pchilikni bosh qoshi. Bizada milliy san'atimizda mana shu musiqa sohasida, qo'shiqchilik sohasida doira yo'lboshchi. Dirijor deganda biz yo'lboshchilik qilamiz. Bizlarni hali tezlab ketmasdan og'ir bir xilda usul ishlab tursak, o'sha yo'lda ketadi. Qo'shiqchi ham, raqqosa ham, sozandalar ham. O'shani biz ushlab turuvchi soz hisoblanadi. Bir xilda. Mana eshitdingizmi Mamasliq aka, doim ansambl ushlab turaman. Men bir narsadan xursandmanki, bu hazil, askiya qilishimiz boshqa-yu. Bu aka-ukalarni doira cholganini ko'rib, men juda xursand bo'laman. Nimaga? Bu aka-ukalar bir-biriga mehr muhabbatli, oqibatli, har kuni birga shu doira san'atini o'rganib, shularning sirlarini cholib, bularda ko'rgan yoshlarimiz, mana kelajakka intilayotgan yoshlar, bularda atrofdagi ana shu shogirdlari mana shunaqangi aka-ukalardan shu ko'rishib, bularni o'rganib, mana shu mehr muhabbatligini, bir-biriga oqibatligini ko'rib, shu yoshlarimiz ham mana shularga o'xshagan bo'lish kerak. Nimaiki, mustaqil davlatimizning farzandlari, kelajak farzandlari mana shunaqangi bir-biriga mehr muhabbatli, oqibatli bo'lish kerak. Rahmat. Mana Dilmurod aka juda yaxshi gapirdilar shogirdlaringiz haqida. Ukalaringiz sizdan keyin shu yo'lga yurishdimi yoki sizdan avvalroq boshlashganmidi bu san'at yo'lini? Men Yo'q, doira sohasi endi men birinchi bo'lib boshladim. Mendan keyin ukalarim ergashib ustozlarga olib borib shulardan o'rgangan. Hozir sizlarning sulolangiz doirachilarning sulolasi deyish mumkin-da. Hatto o'sha sizning shogirdlaringizning shogirdlari ham bor. Mana yoningizda Hasan akam turibdilar. Hasan akamdan bir og'iz so'rasak, Hasan aka buyuk ustozlarimizdan, ulug' ustozlarimizdan. Ustozimni farzandi, G'ofur Azimov farzandlari Hasanjon Azimov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Ham birgalikda mana 10 yildan oshdi, 10 yil, 20 yildan beri bitta ansamblda birga ishlaymiz Hasanjon bilan. Sozandalar ichida eng bir qadrlisi, bir-biriga oqibatlisi, bir-birida to'y hashamida, yaxshi yomon kunlarida oqibatli bo'ladigan sozandalar ichida doirachi. Bu bizga eskidan ustozlardan qolib kelgan meros. Mana Dilmurod akam aytganlaridek, Dilmurod akam men dadam shogirdlari bo'lsa, men Dilmurod akamga men shogird bo'lganman, dadamlar o'zing mana ukangdek qarab yurasan deganlar. Men shu mana 15 yil, 20 yil bo'lib qoldi. Bitta joyda ishlab, aka-uka biz har kuni desam xato bo'ladi, kunora har kuni birgamiz. 1977-yili Marg'ilonda tanishganman. Shu aka-uka bo'lganimizcha mana 25 yil bo'lyapti. Va 81-yildan shu Toshkentga 79 kelgan bo'lsam, 81-yildan birgalikda ham bitta ansamblda va birga ijod qilib mana kelyapmiz. 22 yil bo'layotgan bo'lsa, shu kungacha mana birga ijod qilamiz, birga bir joyda ishlaymiz. Men nima deyishim mumkin? Bu insonni san'atiga yana barkamollik tilayman, oilasiga tinchlik tilayman.
xalqimizni, yurtimizni xizmat qilishdan charchamas. Tog'i tosh ham sen degay, keksa va yosh ham sen degay. Tog'i tosh ham sen degay, keksa va yosh ham sen degay. Oy quyosh ham sen degay, sen bilan dünya güzel, hey güzel, zibana güzel, hey güzel, zibana güzel, barna güzel, şahla güzel. Biz yoshligimizda o'zi doirachi bo'lganmiz biz ham. Mana Abdurahmonimiz bitta ansamblga qatnab, o'sha yoshligimizdan doirachi olib, endi biz o'sha paytlarda biz o'sha yoshligimizda Dilim akam shunaqangi cho'lardiki, biz shuna niyat qilganmiz. Shu Dilim akamga o'xshagan doirachi bo'larmikin biz ham? Yonlarda bir ikki og'izim gaplasharmikin biz yoki bir ikki og'izim suhbatlarni olarmikimiz? Mana Allohga shukrlarga yetkazdi. Shu san'atkorlikda bitta gap borki, buni mohiyati tagi nimadan kelib chiqqan? Doirachimi yo'qmi? Qaysi bir san'atkor bo'lsa, ho ashillachi bo'lsin, ho bir sozanda bo'lsin, ya'ni doirachidan chiqqan san'atkor nihoyatda puxta san'atkor bo'lib yetishadi. Usulni biladi. O'shaning uchun usulni bilgan, yaxshi tushungan san'atkor, chiroyli san'atkor bo'lib yetishadi. Shuning uchun biz Dilim akamga Xudo xolasa bundan keyingi ishlarga muvaffaqiyat, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Ilohim martabalari bundan avval bo'lsin. Mama Sidiq aka, bu Aqoidin aka ham bir vaqtda doirani tashab ketgan ekanlar. Abdulahad aka doira chaltirib tashab ketgan ekanlar. U endi men tushunmadim. Bu doirada qonun bormi yo'qmi o'zi? Bekorga Abdulahadjon tashab ketmagan. Bunaqa qilib quchoqlab yurgandan ko'ra tashab olganim yaxshi. Mana qonunchilikka o'tib ketdilar Abdurahmon aka. Doiradan boshlab. Sababi nimada endi? Endi dasavval mana shu doirani o'zi usulini olish kerak-da. Bu o'zini olish kerak emas. Yo'q, o'zini ham olish kerak. Qadim zamonlardan o'zi doirani usuli dumbak. Bum bilan bak. O'zi o'shandan kelib chiqqan usul. Bumbakni olinishi yurakda urishidan olingan. O'sha har bitta nuqtasiga yetib borishi, har bir haligi torlarini chertishi, o'shaning uchun har bir sozanda mana Abdulahad aytib o'tdilar, doirani mukammal bilmasa, mukammal sozanda bo'lishi ham qiyin. Demak, sozi avvali otasi doira bo'ladi. Endi biz mana shu yoshligimizdan shu Dilmurod akamni shu havas qilib yurardik, mana shu televizorlarda, hatto mana shu zapslarni qo'yib, eshitib, o'sha bular qilgan qochirimlarni chiqarolmasdan bir-birimiz bilan mulohaza qilib, tortishib, bunday bo'lgan deydigan gaplar bilan katta bo'lganmiz biz. San'at haligi yo'liga kirganmiz. Shuning uchun men Dilmurod akamga sog'lik, salomatlik tilayman. Doim ishlarida muvaffaqiyat tilayman. Mana shu O'zbekiston bo'yicha qaysi vodiyga borasizmi, Xorazm vohasiga borasizmi, Qashqadaryoga borasizmi, hamma joyda O'rta Osiyo bo'yicha shogirdlari bisyor. Juda ham qayerga borsalar Dilmaka keldilar deb hammasi yig'ilishib xursandgarchilik bo'lib ketadi. Men bu Dilmurod akamning rehlamalarini ko'rib kelyaptim. Qayerdan keldingiz? Menmi? Hozir adresim ham esimga kelmayapti. Bu san'atizdan yangroq turibdi. Ama qoyil qoldim. Bu yoningizga qo'yib chaldingiz, bu yoningizda hamma yo'g'ingizda ama qoyilab turdi. Orqasida yana qaysi shogird Qoyillar. Rahmat. Rosa aylantirdi. Qiziqasizmi? Yo'q, bo'lmasam-chi. Cholasizmi? Mayli, bu o'sha nima qilmagan ma'lum.
yoshligimda nimalarda nima bo'lib qolsa janima qilib yuborardim. Va shu jicha O'zi cholarmidingiz? Ajjan nimaligim bor. Qonningizmi? Nima cholardingiz? Shu mana shu chirmandaga ish qilyotdim. Ot tanlab oling shu o'zini bittasini. Sotyapsizmi? Xohlaganingizni tanlang, bir cholishamiz. Men sizga qoyil qolib chiqdim. Endi cholishgani men bir ikki chamagan bo'lsam, o'ma bir marta ushlab ko'rsam bo'ldi. Qani armonim qolmaydi. Qo'li qo'yuraman. Men Dilmurod egiziga ipi yo'q-ku buni. İpligidan bering, ipligi. Nima yashyapsiz? O'zi cholishamiz. Tanlab oling, mana doiralar. Manikiga tegmang. Hey, mana. Ya, yechib oling. Yechibman. Ben hayron qoldim. Cholishamizmi yo solishamizmi? Cholishamiz. Tamam, ben doyraga lenta tahyapman. Org'lat yuboraman cholni. Arara odamni men yo'q qilib yuboraman. Doira usullarini o'zi bilasizmi? Eshitganman. Doira gapiradi. Har bir usulida gap bor. O'sana bir aylanchi. Ana men cholib, negiga aytib beraman. Bu nima deyapti, bilyapsizmi? Anchadan boshqa doira bilan gaplashganim yo'q, tushunmadim. Qarab turing. Dumbang deyapti. Men bu o'zimning doiramni sayratishni nima dedik? Sayratuvchi. Bildingizmi nima deyapti? Nima deyaptilar? Oldin akam bilan tanishtiring deyapti. Endi gapiradi. Qani? Ko'p gapirmaydi bizda. Bildingizmi nima dedi? Nima dedi? Taqadim deyapti. Eshitding. Qani? Jam Mamadon ekan, u nima dedi? Dum tak deyapti. Ben gapiring akangizni. Akangizni kimligini aytingchi. Nima dedi? Aytadi. Aytavering. Nima dedi? Hali siz dumdan gapirdingiz-ku. O'shanga bir tushmay qopyapti ketdi. Nima dedi, jahlimni chiqarmay. Aytadi. Men aytolmayman, o'zingiz ayting. İshak. Ana shogirdim. Üçümüz yotib olib chalamiz shekilli. Sizni doirangiz, ha? Nere doira? Sizga joy katta ekan-ku. Kattadan usta. O'zingiz cholasizmi? Bola chaqa bilan cholamiz. Hadi, Dilmurod jonni ham chaqiraman. Ko'z oldimga keltiryapman doirani chalishni. Buni qanaqa qilib qizdirasiz? Sandalda qizdiramiz, tepasiga ko'rpa yopib. Yaxshi ekan. Qarang bizni doira. Yaxshi ekan doirangiz. Xotin bilan oyoqda cholasizlar shekilli. Sandalda qizdirasiz. Dilmurod jonni chaqirib yuboring.
Bir çalışıp qo'yaylik, bizni bilsin kimligimiz. Voy Murat aka. Qo'yat chiqqan. Demakki buni chalishni unga narvon qo'yib berish kerak-da. Yuragi bor odam qo'liga doira olar ekan. Ha, Mamasidov aka, ishqi yo'q eshak daryo kesay deydi-yu. O'shanga o'xshab odamni dilida ishq bo'lsa, muhabbat bo'lsa, qo'liga soz olar ekan, birinchi galda doira olar ekan. Keyin chertib har maqomga yo'rg'alatishga harakat qilar ekan odam. Jamshid aka nima dedingiz bu fikrga? Albatta aka, mana biz ham 70-yil 6-mart kuni Dilim akamni toniganman. 31 yil bo'ldi mana shu yaqinda. Men Dilim akamni juda shuning uchun ham hurmatim baland. Aka sifatida birinchidan, ustoz sifatida iloyim mana shu Dilim akamga o'xshagan insonlar O'zbekistonda ko'proq yashasin, ko'proq shogirdlarni ko'paytirishsin. Biz ham mana shu ko'pchilik mana shu zo'r usullarga qarab, biz ham hayotimizni yo'lga qo'yib olaylik. Hamisha sog' bo'lsinlar. Ajoyib doirachilar bizni ota-bobomizdan qolgan o'zbek san'atini mana shu butun dunyoga tarayotganini ham biz xursandmizda aka. G'ururimiz bular. Albatta. Ana shu g'ururimiz o'lmasin. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, kamtarin, ajoyib, xushfe'l inson Dilmurod Islomovga ulkan ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz. O'ylaymizki, u kishining shogirdlari yana bundan bir necha yillar keyin ham avlodlarimizga xizmat qiladilar. Bu kishining nomlarini abadul abad keyingi avlodlarga yetkazadilar. Shunday qilib bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'linglar. Ruxsor hamdasi, kulgu pazandasi. Namoyish etadi.